Elektromuraviyga prava atmen bo'ldi va elektromuraviylarimiz narxi aksiyaga tushdi. Ana endi 2 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lgan elektromuraviylarimiz yetib keldi. Samiglavni optim narxlarda. Bekorga aytmaymiz optim deb. Mana tushirayotgan jarayonlardan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. O'sha aytib o'tgan Gajdumakka, G'ijduvon tumaniga. E'tibor beramiz. 2 ta resor, bir tomonga 2 ta prujina va 2 ta amortizator. Qo'yib, bu tomonga ham xuddi shunaqa. Bu mustahkam ham bo'ladi, ham sifatli ham bo'ladi. Narxlarda o'zgarish bor akajon. Mototsikllarning o'zida o'zgarishi bor. Aha. 2 tonnalik mototsikl olib keldik. 2,5 kilovat motor miya, 80 amperlik akkumulyatordan 6 ta. Mana 2 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. 1,5 tonnalikni akamizga qilib berdik. Mana 2 tonnalik aka. 2 tonna yuk ko'taradi. Zapaska, kaska, ustali labovoy shitlari. Mana bu yig'ilmagan varianti. Komplektda ko'rsatib o'tamiz nimalari bor. Go'sht, polik, mana jaketlari, kaska, stoplar, torpedasi, bardachog'i, krilosi, damkrat turishlari, magnitofonlari original magnitofondan. Mana 2 tonnalik motor. Mana bu 2 tonnalik. Mana. Bo'ladi. Agar kuzovi uzunmi buni? To'g'rishoshmang. 2 metr. Uzunligi 2 metr. 2 ga 1.30. O'z taklarini ham ko'rsatamiz. Aha. Mana Ko'rsatib o'ting. akkumulyatorlar olmuş 80 amperlikdan 6 ta turibdi. Motor miya 2,5 kilovat. 2500. Usulinni motor bu. Eng katta. Miyasi ham 2500 mi? 2,5 ming. 2,5 ming. 9 qavat resor. Kuzovga e'tibor beramiz. Kuzovning ustiga 4 ta elektromuraviyimizga prava atmen bo'ldi. Ana endi elektromuraviylarimiz aksiyaga tushdi. Sezon boshlandi. Xudo xolasa 11-may sanasida elektromuraviylarimiz furasi bilan kelib tushyapti. Hattoki 2 tonnalik elektromuraviylarimiz Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Gajdumak mahallasida akamizni elektromuraviy optim magazinlariga keltirildi. Xo'p, undan tashqari 2 tonnalikni akkumulyatorlari 2025-yilda ishlab chiqarilgan elektromuraviyning akkumulyatorlari zapchast ismi elektromuraviy, skuter barchasidan mavjud. Narxlarini ham o'zingiz solishtirib ko'rishingiz mumkin. Bizdan taklif, sizdan esa qaror qabul qilish. Adresni tushuntirib o'taman. Adresimiz Buxoro viloyati, G'ijduvon tumani. Bu tomoni Vobken tumanidan kelishga, G'ijduvonga qarab ketishda Gajdumak mahallasiga. Ekranda telefon raqamlar bo'ladi. Mana shu yerga elektromuraviylar chiqarib qo'yiladi. Barchalaringizni taklif qilamiz. Optim narxlarda bemalol xarid qilishingiz mumkin. Garantiyasi bor. Komplektiga kaska qo'shib beriladi. Jilet, zapaska, balon, damkrat, xullas barcha siz xohlagan jihozlar qo'shib beriladi. Musofirdagi akalarimiz sog' salomat oila bag'riga yorug' yuz bilan kirib kelishlik hammalaringizga nasib ro'zaylasin deb qolamiz. Qani biz videoni boshladik. Xo'p, aziz obunachilar, bekorga aytmaymiz optim deb. Mana tushirayotgan jarayonlardan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. O'sha aytib o'tgan Gajdumakka, G'ijduvon tumaniga. Xo'p, mana akalarimiz optim furas bilan kelyapti. Hormanglar akalar, charchamayapsizlarmi? Mana mashina bozordan ulgurib keldik, xudo xolasa sizlarga ko'rsatib beramiz deb. Mana optim tushish jarayoni. Xo'p, aka, narxlar arzonladimi endi? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Aka, bu realni bo'ldi salomlashimizdan. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xo'p, mana furasi bilan optim kelishni boshladi aka. Narxlarda nima o'zgarishlar bo'ldi? Narxlarda o'zgarish bor akajon. Mototsikllarning o'zida o'zgarishi bor. Aha. 2 tonnalik mototsikl olib keldik. 2,5 kilovat motor miya, 80 amperlik akkumulyatordan 6 ta. Mana 2 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. 1,5 tonnalikni akamizga qilib berdik. Mana 1,5 tonnalik motorimizni 13 million 900 ming qilib berdik. 13 million 900 ming so'm 2 tonnalik aka. 2 tonna yuk ko'taradi. Zapaska, kaska, ustali labovoy shitlari. Aha. Xo'sh. Taklarini ham ko'rsatib o'tamiz. Aynan mana shuni. 65 akkumulyator 2025-yil. Yillar yozilgan 3-oy. Aha, mana. Yangi varianti. Aha. 4 ta resor, 4 ta amortizator, Vector motor miya. Vector motor miya. 6 ta 65 talik akkumulyator qo'yilgan. Bir zaryad bilan necha kilometr yuradi? 70-80 tagacha yurib beradi. 70-80 ta yurib beradi. Hozirgacha kunda, yozgi kuniga. Yem xashak tosh uchun yonida Aha. usulinni qilingan bortlari. Zo'r. Borti plashatka bo'lar ekan aka. Plashatka bo'ladiganidan. Mana plashatka bo'ladi.
Mana. Zo'r-ku. Mana bu yig'ilmagan varianti. Komplektda ko'rsatib o'tamiz nimalari bor. To'sh, polik, Ana jaket, jaketlari, kaska, stoplar, torpedasi, bardachog'i, krelosi, Aha. damkrat turishlari, magnitofonlari original magnitofondan. mana. Oddiy magnitofon emas, original magnitofondan qo'yilgan. Ham mashina signali bor, ham mototsikl signalida. Bitta elektromuraviyga mana shuncha imkoniyat, mana shuncha qo'shimcha jihozlar. Xo'p, elektromuraviyimizni mana borti yo'q varianti. Xo'p, bunga ham aka 2 tonna yuk ko'taradimi bu ham? 1,5 tonnaligimiz, 2 tonnaligini ham 1,5 ko'rsatib tonnalik. o'tamiz. Aka garantiyalari bormi? Garantiyalari bor. Mana akamiz 4-motor olib ketishlari bizadan. 5-marta. Qayerga ketyapti aka bu xudo xolasa? Shofirkon tumaniga ketyapti. Aka ilohim ham yaxshi kunlar xizmat qilsin. Nasib. To'ylar xizmat qilsin. Как раз bunga prava ham atmen bo'ldi-ku. Ana endi shoshmang. Ana endi o'sha uchun onlayn ko'tarib bo'lsasiz endi. Gap yo'q. Zo'r. Tamommi aziz? Mana Xullas, pravalar ham atmen bo'lgan, shu uchun bemalol olishlaringiz mumkin. Tushirish jarayonlari mana. Mana bu 2 tonnaliklarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. 2 tonnalik qani? Mana 2 tonnalik motor. Mana bu 2 tonnalik. Mana. Bo'ladi. Aka kuzovi uzunmi buni? To'g'ri shoshmang. 2 metr, Uzunligi 2 metr. 2 ga 1.30, hozir taklarini ham ko'rsatamiz. Aha. Mana Ko'rsatib o'ting. akkumulyatorlar olmish 80 amperlikdan 80 oltita lik. turibdi. Motor miya 2,5 kilovat. 2500. Usilinli motor bu. Eng katta. Miyasi ham 2500 mi? 2,5 ming. 2,5 9 qavat risor. Kuzovga e'tibor beramiz. Kuzovning ustiga 4 ta nimasi bor? Podramniklari bor. Aka 2 tonna yuk ko'taradimi bu? 2 tonna ko'taradi. Zadni tonna. moslari ham Ballonlar qanaqa buni? 500 ga 12 sayvant. 500 ga 12 sayvant. Xo'p, bu samasval bo'lmaydi aka. Ruchnoy samasval yordam Ruchnoy beriladi. samasval bo'ladi. Xo'p. Aka bular narxi qancha dedingiz? Bularni optim narxlari 15 million qilib beramiz. 15 million qilib Optimga beramiz nasib bo'lsa. Hamkorlarga 15 milliondan qilib Mana. beramiz. Dollarga qanchaga to'g'ri keladi endi bu aka? 1200 atrofiga. 1200. Kami-yu ko'pi. Aha. Agar endi gazini bosib bular qolganini tushiringlar. Mana ballonlari ham hammasi alohida keladi. Qo'yib, aka bu qayerdan kelyapti o'zi shturishga fura? Bu Xitoydan kelyapti. Xitoydan Konteynerdan, kelyapti, ha? tamojidan Xitoydan kelyapti. Xitoy variantlari. Mana. Xo'p, aziz obunachilar, elektromuraviy olaman deganlar bo'lsa, marhamat, sezoni boshlandi. Ana endi elektromuraviyga xudo xolasa prava atmen bo'lgani uchun olib maza qilib bu yo'q yozni kuniga bemalol qishloq sharoitiga, shahar sharoitiga ishlatishlaringiz mumkin. Bular ham yangi kelgan namaki? Hozir ana tushib ko'rsatib o'tamiz ichkarida. Mana. Yangi kelgan variantidan. Xo'p. Mana bortlari отдельно, Bortlar alohida kelgan, ha? Kuzovlar, shassilar alohida kelgan. Mana. Joy yog'ligidan usma-us qilib terib qo'yilyapti. Aka, klientlarga sirazi joyiga xohlagan svetda, xohlagan akkumulyator bilan yig'ib beriladi. yig'ib beriladi. Mana. Xo'p, e'tibor beramiz. Mana shu yerdan o'zingiz elektromuraviyni sifatini ko'rib, qaysi sizga ma'qul bo'lsa, ana undan keyin tanlab olishingiz mumkin. Aka, bular ham 1,5 tonnami? 1,5 tonnalik variantlari. 1,5 tonnalik variantlari. E'tibor beramiz, 2 ta resor, bir tomonga 2 ta prujina va 2 ta amortizator. Qo'y, bu tomonga ham xuddi shunaqa. Bu mustahkam ham bo'ladi, ham sifatli ham bo'ladi. Yuk ko'tarishi anchagina kuchliroq bo'ladi qolganlariga nisbatan. Mana. Xo'p. Ichkarida 800 kiloliklarni ham ko'rsatib o'tamiz. Aha. Xo'p. Xohlagan svetlari bor. Xohlagan rangdan tanlab olish, yashil, qora, ko'k. Bir ham aytsak bo'lar ekan, elektromuraviylar qabristoni deb. Mana akkumulyatorlarimiz. Bular akkumulyatorlar. 65lik, 80lik sotuvda 45 amper, 32 amper, 20 amper. Hozir mana ko'chadagi furamizni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ikkinchi furamiz qo'yapti, ko'rsatib o'ting.
U ham tushadi ha. unda ham yukimiz bor. Yana unda motorlarimiz, akkumulyatorlarimiz bor. Mana bitta furamiz shu jarayonida, mana ikkinchi furamiz, 3 ta furamiz kelgan hozir. Orqa beryapti. Joylashtiramiz 3 ta furani. Bu ham orqa beryapti. Aka bu yigitlar Xitoydan bugun katta partiya yuklarimiz kelgan. yigitlar bugun bir terlatar ekandasiz. Nima dedingiz? Zapchastlarimizni yana bir ko'rsatib o'tamiz. Yo, zo'r, gap yo'q aka. Mana. Xo'p, skuterlar uje aka ancha kamayapti. Skuterlar 3 millionga tushib qoldi. 3 million so'mga. 2 kishi minadigan, 2 kishiliklar. 2 kishi minadigani 3 million so'mga 3 million so'mga. Bu tomonda mana shu elektromuraviylarimizni zapchastlari. Xo'p, ko'pchilik elektromuraviy sotib oldi hozirgacha. Ana endi masalan ishlagan texnika baribir buziladi. Zapchas ishdan chiqadi. Bemalol zapchas muammo emas. G'ijduvon tumani Gajdumakka shunagina katta trassani bo'yiga kelib akamizga murojaat qilib, o'zingizni elektromuraviy bo'ladimi, elektroskuter bo'ladimi, elektrovelosiped bo'ladimi, barcha jihozlar, zapchaslar hammasidan mana shu yerda mavjud azizlar. Xudo xolasa bu tomonda bo'lmagani, mana bu tomonda ham mana terib tashalgan. Xo'p, motorlarimiz aka bu qanaqa motorlar bular? 1,5 ming. 1,5 ming motor. O'tamiz 2000 kilovatlik. 2000 1800 media degan motorlarimiz, Cavallo, media hammasiga motor topib beramiz. Mana Armado mana motorlari bor. Hamma turdagi motorlarga. Xo'p, aka akkumulyatorni o'zidan sotib olaman deganlarga sotamizmi? Sotamiz. Hamma varianti bor. 20 Hamma amperdan variant. boshlanadi, 20, 32, 45 hamma variantimiz bor. Mana. Lekin mana bunga qarab odam ko'zi quvnaydi azizlar. E'tibor bering. Elektromuraviyimisan mana shu yerga terib tashalgan. Mana. Aka yurtdoshlarimiz o'zlari kelib, tanlab, ayirib, mana shunisini menga berasiz desalar, bemalol. Mana shu eng oxiridagi mana shu yo'qsa ham shuni ham chiqarib bera olamiz aka. Chiqarib berish imkoniyati 12,5 milliondan yana aytamiz, oldingi videoda ham ko'rsatganmiz, 12,5 milliondan standartlarimiz boshlanadi. Akkumulyatorni katta qilib berishi bilan ustiga pul qo'shilib, o'shaning hisobidan qimmat bo'lishi mumkin. O'zining standarti 12,5 milliondan boshlanadi motorlar bilan. Mana 1,5 tonnalik usulinni varianti. Bir tonna, 1,5 tonna, to 2 tonnagacha elektromuraviylarimiz hozirda Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Gajdumakda mavjud azizlar. Bemalol kelib, akamizga murojaat qilib, kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Xo'p. Mana tushirish jarayonlaridan 11 million 800 kilo ana 800 kilo yuk ko'tarishga mo'ljallangan 800 kiloliklarimiz 800 11 milliondan kilogramlik boshlanadi. Bu 8 kilogramlik 11 milliondan 11 boshlanadi. milliondan boshlanadi. Dollarga Kichkinaroq ketadi bir 400 dollar 900 dollar atrofiga chiqadi. 900 dollar 850 atrofiga. 900 emas 850 dollar atrofiga chiqadi. Xo'p, aka bularning kuzovi nechiga nechi bo'ladi? 180 ga 130. 180 ga 130 bo'ladi. Mana. Xullas, kelish kerak, olish kerak elektromuraviyimizda. Mana. Tushirish jarayonlaridan. Mana. Hormang tog'u. Charchamayapsizmi? Charchasangiz dam oling. Mana. Aka bu o'sha 2 tonnalik, 2 tonnalik 2 tonnaligimiz kuzov uzunidan. Motor miyalari eng katta komplekt shunga turibdi. 2,5 kilovat, 2500 motor, 2500 miya. E'tibor beramiz, bordlari ham hammasi upakovka, qirilmaydigan qilib tayyorlab yuborilgan. Endi kuzovi qancha uzunroq bo'lsa aka, qishloq sharoitiga samon tashishadi, beda press tashishadi aka. Undan tashqari bortini sal balandroq qilib qo'y echki tashishadi. Xullas, qishloq sharoitiga bu ayni muddavo. Eshak aravani joyiga mana shundan foydalansa bo'ladi azizlar. Labovoylari ham kattagina, magnitofonlari bor, moshina signal, mototsikl signal, moshina signali, mototsikl signali, telefon zaryad beradigan podstavkasi, hamma narsasi komplektlarda, komplektatsiyasi bor. Ramalari ham mustahkam aka. Ramalari ham o'ngga 4lik profildan ishlangan. Bu 2 tonnaligimiz o'ziga yarasha mustahkam qilib ishlangan. Yo, zo'r, qoyil. Xudo xolasa mana shu 2 tonnaligidan olaman deganlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, akamizga murojaat qilishlaringiz mumkin.
Adresni tushuntirib o'taman. Adresimiz Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Gajdumak. Vobken, Karvondan, Buxoro shahardan Vobkenga kelasiz. Vobkendan Toshkent ketadigan tomonga, G'ijduvonga yetmasdan turib, G'ijduvon tumani Gajdumak mahallasiga, Toshkent Buxoro katta magistral yo'lni shunagina yoqasiga akamizni elektromobil sotadigan Optim magazinlari. Qo'yib, xudo xolasa aka bizda Optim narxlarda. Optim narxlarda qilib beriladi. Ko'ngilni xotirjam qilib bemalol kelishlari mumkin. Xudo xolasa ko'ngillaridagini, yoqqanini tanlab ayirib olish imkoniyati mavjud. Qolaversa, akkumulyatorlari hammasi 25 bo'ladi, to'g'rimi aka? 2025-yil. 2025-yil. Endi akkumulyator qancha yangiroq bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi aka. Sababiki ko'p yana 1 yil bizga ziyodi ishlab beradi, chem yotgandan ko'ra. Xudo xolasa bemalol nima deydi? Olib turib, narxlari ham ja qimmat bo'lmagan narxlarda olib turib, akamiz bilan kelib gaplashib, meni kanalim nomidan kelsa aka, komplektiga nima bo'lsa aka, Hamma narsasi qo'shib, bo'ltiga aka, simigacha berasiz. Xudo xolasa. Xo'p, xudo xolasa bu aytilgan narxlar 2025-yilni may oyini 11-sanasida video bo'lyapti. Mana shu kecha kunduzdagi narx-navolar, mana shu kecha kunduzdagi elektromobillarimiz. 11-may 2025-yil. Xudo xolasa bu videomiz ertaga 12-may sanasiga YouTube'ga chiqaramiz, xudo xolasa. Xo'p, aka, shu bilan videomizni yakunlaymizmi? Yakunlaymiz. Bu videomiz qisqa va lo'nda bizada Optimligini isbotlab berish uchun video qilindi va yangi narxlarni bir tanishtirib o'tdik qo'ldan kelguncha. Hozir aka, men bera olmagan savollar bo'lishi mumkin. Siz bera olmagan javoblar bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlarga aloqa qilsa, sizni o'zingiz chiroyli qilib ma'lumot berasiz. Narxlarni aytib beramiz hammasini. Zapchas, ehtiyot qism, elektromobil barchasi mana shu yerda mavjud azizlar. Bodo Motors Buxoro filiali deb yozilsa, Telegram kanallarimiz bor. Mana shunday 1,5 tonnadan oshiq yuk. 2 tonnalik motorolarimizga yuklangan 1,5 tonnadan oshiq yuki bor. Mana. Aka, bunga biz menimcha shu 500 kilodan ziyod ortmaymiz. 500 kilodan yo 600 kilodan ortiqroq yuklamaymiz-da. Chunki xashak yuklanadi, beyda yuklanadi. Shu uchun xudo xolasa bemalol kelib olishlaringiz mumkin azizlar. Barchalaringizga taklif qilamiz.